23-iyun O'zbekiston futbol tarixidagi eng muhim kun. O'zbekiston Portugaliyaga qarshi to'p suradi. Hozir biz eng qimmat taxminlardan birini bilib olish uchun ustozimiz Sherzodxon Qudratxo'jani oldilariga boramiz. Ketdik. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Ustoz 23-iyun kuni bilasiz bizni juda tarixiy o'yin kutib turibdi. O'zbekiston dunyodagi eng yaxshi yarim himoyalardan biriga ega bo'lgan. Futbol tarixidagi eng ko'p gol urgan Ronaldoga ega Portugaliyaga qarshi to'p suradi. Sizning taxminingizni bilib olmoqchi edik va hisob necha bo'ladi deb o'ylaysiz? Rahmat savol uchun. Lekin men folbin emasman, bashoratchi emasman. Keyin baraka topkurlar bilasizlarmi? Mana shu bugun yangi trend yaratishimiz kerak. Qanaqa trendding? Hisob necha bo'ladi, yutamizmi, yutqazamizmi, durang bo'lamizmi emas. Bizda men o'ylaymanki, millatimizda bir g'urur bo'lish kerak. Bu birinchi marta biz jahon chempionatiga chiqdik. Bu meni bobomning orzusi bo'lgan. Bobom ko'rmadilar. Otamning orzusi, mana otam ko'rdilar. Siz avlodingizniki. Bu to'g'ri avlod bugun maza qilyapti. Chunki mana siz Portugaliya qanchalik kuchli, to'g'rimi? Kolumbiya qanchalik kuchli. Mana Italiya chiqolmadi bu. Lekin biza mustaqil davlatlar hamdo'stligidan, biza Markaziy Osiyodan, Turon yurtidan, biza butun Turkiya olamdan mana bugun O'zbekiston chiqdi. Mana afsus etaman, Turkiya ham birinchi o'rinda juda katta mag'lubiyat bilan chiqib ketdi. Xudo xolasa bu birinchi chempionat. Yana 4 yildan keyin ikkinchisi bo'ladi. 3-inchisi, 5-inchisi. Biz ham shu Kolumbiya, Portugaliyaga o'xshab borib, shu stadionlarni mixlab olaylik. Albatta ular g'alaba uchun boradi. Albatta ular O'zbekiston bayrog'ini yuksak ko'tarish uchun boradi.